Hakikaten bugün juda muhim masala ko'rilyapti. Yangi alifboni qabul qilish masalasi. Hozir loyihani ko'ryapmiz. Hamma tanish bo'lishi kerak. Bilan tanishib chiqdim. 34 ta harf berilgan. Asosan hammasi deb aytolmayman, lekin asosiylari mos keladi. Lekin buni yana jiddiy o'tirib bitta doklad bilan ish bajarilmaydi. Agarda hozirgi o'sha yangi taklif qilingan harflarni qaraydigan bo'lsak, bir nechta harflar to'g'ri kelmaydi. Masalan, o'sha aliboda ayrish belgisi yo'q. O'sha ayrish belgi mana she'rda olaylik. She'rda yozadigan bo'lsa, bu hayvon she'rmi yoki yozadigan yozuvchi shoirlarning she'rimi? Xullas, meni gapim yana alohida o'tirib har bir harfni tovushni ko'rib chiqish kerak. Buni lokalizatsiya, ya'ni mahalliy hozirgi tilga mos keladimi yo'qmi? Chunki hozir pala-partish qilib o'sha taklif qilingan 34 ta harfni qabul qilinsa, bitta til ham buziladi, umuman yozuvga to'g'ri kelmaydi. Yangi chiqqan asarlar u yangi alifbosda yozilgandan keyin u qanaqa bo'ladi? O'shaning uchun men o'ylaymanki, bu mana shu 34 ta harf yaxshi o'ylanib yozilmagan. Men ikkita misol keltirdim, yana misollar nihoyatda ko'p. Mana yana qaytaraman o'sha gap. Bitta harfni o'zi katta rol o'ynaydi. Ayrish belgisi, tвердый знак. Ayrish belgisi bo'lmasa, hali 34 ta harf ichida yo'q. Bizning hozirgi o'zimizning muomalada eski qadimgi tilda ham she'r so'zi bor. She'riy asarlar. Lekin she'r hayvon ham bor. O'shaning uchun agarda ayrim belgisi kiritilmasa, bitta hali ma'no o'zgarib ketadi nihoyatda. Yoki mana hozir o'zimizda O'zbekistondagi lotin alifbosiga asoslangan alif bor. Hali S, C deymiz. Mana maktabda algebrada 3 burchakni belgilaganda A, B, C deb yoziladi. C ni dunyo bo'yicha biladi. Dunyo bo'yicha 3 burchakni A, B, C deb ishlatiladi. Bizda C harfi yo'q. Mana Coca-Cola. C bilan yozadi Coca-Cola. Coca-Cola deb aytyapmiz, lekin u K harfi emas-ku. Odam oldin kelgan shu Coca-Cola deb o'qib kelyapti. Yozishda ham shunaqa. Yo'q-ku bizning alfabetimizda. Mashina nima hozir keldi. Mashinaning nomerlari ham S bilan berilyapti. Bu S ni endi hozir shart ravishda olyapman. S nima, S nima buni hal qilish kerak. Faqat Ch harfda o'sha S bilan H yozganda Ch deb o'qiladi. Ya'ni bitta harfni, tovushni yarmi. Shuni hozir hamma mashinalarda ham yozilgan. Bu noto'g'ri fikrlar keladi. Yo'l ko'rsatkichlarda o'sha haligi virgulni bu ayrish belgisi tepaga yozilsa. Ko'pchilik chiroyli deb O'zbekistonni o'sha haligi virgul bilan yozilyapti. Teskari virgul emas, ya'ni 9-6 deganday. 6 ga o'xshatib yozish kerak. Hozir O'zbekiston emas, O'zbekiston bo'lib qolyapti. Bunaqa misollarda nihoyatda ko'p. Buni men ko'p aytdim. Hozir yana takrorlayman, keyin yana ham gapirishga to'g'ri keladi. Chunki bu bizning tilimizni buzyapti. Savodsizligimizni oshirib boryapti. Endi ko'rsatkichlarda, yo'l ko'rsatkichlarda, haligi reklamalarda u chiroyli ko'rinadi, o'sha virgulni teskari virgul qo'yish o'rniga virgul qo'yib ishlatilyapti. O'sha men maqolam chiqqandan keyin O'zbekiston o'sha prezident apparati oldidagi ko'chada noto'g'ri yozilganda, yo'q, yaxshi darrov o'zgartirib qo'yishdi. Boshqa joyda o'zgargan yo'q. Kim buni tekshirish kerak? Hattoki kitoblarda ham men bir nechtasini aytdim, nashriyotda ham shu hozirgi to'g'rilab qilishda menda turibdi o kitoblar. O'sha o'rniga
u virgul qilib qo'yilgan. Shu oddiy unaqa hattoki nashriyotda ham shunaqangi xatolar o'tib ketyapti. Bu o'ta jiddiy masaladir, men bilaman. Buni yana o'tirib mutaxassislar shu bizni ham takliflarimizni e'tiborga olish kerak. O'sha S harfini alohida berish kerak. Men 3 ta variant bergan edim. S'ni ishlatsa bo'ladi-yu, yoki Sh'ni oling. Ikkita harfdan iborat. S bilan H berilyapti. Ana shuni bitta hozir ishlatayotgan Sh'ni ishlatsa bo'ladi-ku. Yoki Ch'ni ikkita harfni o'rniga bitta shu Ch'ni o'zini ishlatsa bo'ladi-ku. Aka o'sha haligi S o'shani S deb qabul qilish kerak. S deb qabul qilish kerak. A, B, C buni dunyo bo'yicha maktabda 3 burchakni A, B, C deb o'rganib qo'ygan. Maktabda A, B, C deb o'rgatiladi. Hayotda bu harf yo'q, C harfi yo'q. Serkovni oling, serkov deb yozilyapti. Sirkni oling, sirk deb yozyapti. Sirk u ipak, boshqa naqangi. Bu to'g'risida gapirmasam bo'lmaydi. Hadeb gapirib, demak S bilan S ning farqiga borish kerak edi. S kirish kerak, chunki o'sha biz so'zlarda o'zgartirib qaytara olmaymiz. So'z boyligi bor. Shu chet eldan kirib kelgan so'zlar bor. Oldin yo'q bo'lgan, hozir bor. O'shani qaysi mamlakatdan kirgan bo'lsa, buni ishlatishimiz kerak edi. O'sha S yo'qligidan sex so'zini sex deb olib qo'yishimiz kerak. Shu mana aytyapman, sirkda sirk deb yozilyapti. Sokolni sokol deb yozilyapti. Buni xohlamasangiz ishlatishingiz kerak. Militsiyani militsiya deb yozilyapti. Sherni sher haligi ayrish belgisiz yozilyapti. Shu yangi taklif bo'yicha aytyapman. U jiddiy narsa. O'zbek tilida sher ayrish belgi bilan yoziladi. O'sha ayrish belgi yo hozirgi ayrish belgi yozishga o'sha virgul bilan shuni bittasini qabul qilish kerak. Hali teskari qilib yozish kerak emas. Biz hozir hammamiz bilamiz. Nimaga shu o'zimizni hozirgi o'rni saqlab qolib alfavitga kiritmaslik kerak ekan? Bu jiddiy narsa haqiqatdan. Ko'pchilik xato, mana shu xato shu virgul, hali ayrish belgi ko'pchilikda. G'ni oling. Unda ham shu ayrish belgini qo'yib qo'yishyapti teskarisini qilmasdan. Jiddiy joylarda shunaqa bo'lyapti. E'lonlarda yo'q, boshqa joyda. Televideniyada mana hali subtitr beradi. Subtitrdan shunaqangi xatolarga yo'l qo'yilyapti. Nimaga shu biz xatolarni hozir imkoniyati bor. Men o'sha maqolamda yozganman, hali ham kech emasdi. Shuni bitta men emas, boshqalar ham qo'shilishib aytish kerak edi. Bu yangi narsa. Necha marta men fotolar bilan berdim. Hattoki shunaqa borki, hali S deb o'qiydi, X ni. Yozganda sexni o'qib ko'ring nima bo'ladi? Sexni sex bo'lib qolyapti. Uyat gap. Sex deb yozilyapti, sexni. Uni biz xo'p sex deb o'qib ketishimiz mumkin, lekin chet elda o'qiganda arab bunaqangi lotincha yozganda sex deb o'qiydi. Bir nechta misollar ham keltirgan. O'shaning uchun men sizlardan shu taklif qilamanki, sizlarga shular ham shu narsani jiddiy ko'taringlar.